Endi kullerdagi suvni tashib yurishinglarga hojat yo'q, sababi bizda osmos filtrlarimizga kelgan. Bu ikkita datchikli varianti, bu bitta datchikli varianti. Bu filtr nima qilib beradi? Jaydan tilda tushuntirganda sizlarga sentralnidan kelayotgan suvlarni mineralniy suvga aylantirib beradi. Ostida kartreji bor, grubiy chiskadan o'tadi. Suvlarni o'lik holatga keltirib, unga minerallar, kaliy, kalsiy, magniy qo'shib beradi. Bemalol ichsanglar bo'ladi. O'sha baklashkadagi Nestle mineral suvlardan qolishmaydi, bakteriyalarni 100% o'ldiradi. Buni kartrejlari suvdagi o'sha tuzlarni, qumlarni, mayda zarralarni, zanglarni hammasini ushlab qolib, mineralniy suv qilib beradi. Ikkalasi ham bir xil narxi. Bunisi 1,5 million so'm, bunisi 1 million 400 ming so'm. O'zini komplektida rashritelniy bachoklari bor. Suv zapasi yig'adi o'ziga. Hop, kartrejlari, filtr uchun smisitellari hammasi komplektida, blankalari alohida, hech narsa olishingiz shart emas. Blok pitanalari ham bor. Hop, narxini aytib o'tdim. Yana nima qoldi? Rangi seri, rangi oq. Kelaverasida Gumbaz bozor S46-magazin.